Assalomu alaykum bo'ldi. Yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan qo'rqinchli videolarni tahlil qilamiz. Ko'rishingiz mumkin, mana bu o'yinchi oddiygina vijvani qilayotgan edi, ya'ni so'zli. Ekranda yoziladigan so'zlarni tarjima bemalol qilishingiz mumkin. U odatdagidek vijvani qilayotdi, lekin o'zi ham bilmas edi. U sirli olamga tushib qolgan edi. Bu qanaqadir mod Hamadami bu jon nima bo'ladigan tushuntirib beradi. Modda bu tushuntirib beradi. Ko'rishingiz mumkin. O'zi ishlayapti. Hech qayerda narsalar yo'q. O'zi ishlayapti. U yerga bordi. Bloklarning oldiga. Hamda u yerda u g'alati narsaning guvohi bo'ldi. Ko'rishingiz mumkinki, nimadir tushib kelayotgandek bo'ldi hamda o'yinchi vafot etdi. Nimadirlar yozdi. Obeyt bir balo o'ldirdi, unday. Boyagi modning bu tarjima qilaylik. Boyagi modning ishlayotganligi bu yerda aks ettirilgan. Masalan, zombi o'ldirsa, zombi o'yinchi yaralandi, shunday yozaveradi, lekin mana bu yerda u o'lib qoldi. Biroq shunchaki sen o'lding turibdi. Sen nima ta'siridan o'lding? Nima uchun o'lding? Yo'q. Bu kreativ modga o'tdi va boyagi joyni topmoqchi bo'ldi. Yallalanga aytdim san o'chiring. Keyin esa o'yinchi qayta dunyoga kirdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu o'tkazib yuboryapman tez bo'lsin deb. Ko'rishingiz mumkinki, u qanday qilib bo'lsa ham o'sha joyni topib kela oldi. Ko'rishingiz mumkinki, topib keldi. Hamda u qandaydir narsa qilib ko'rmoqchi bo'ldi. Ya'ni tajriba va u kim? O'shanga o'xshash tog'mi bu? Yo'q, bu o'sha tog' dedi o'yinchi. Hamda uning joylashuvini yozib oldi. Joylashuvni yozib olgandan so'ng ekranda yozuvlar paydo bo'ldi. Tarjima qilib olishingiz mumkin. Va u birozdan so'ng o'yinga kirdi. O'yinchi nimadirlarni izlab topib oldi. Bu effekt ko'rinmaslik effekti edi. O'yinchi u yerga bordi hamda u nimaligini bilmoqchi bo'ldi. U yerda qanaqadir jonzot turar edi. Hech kim bu mobni ko'rmagan. Bu nima bo'lishi mumkin? Uning boshidagi turgan narsa nima? Bu mob nimadan yasalganini sezdim. Deyaptimi, shunday deyapti-da. U zombiga o'xshash. Zombiga hozir ko'rinmaslik effektini beradi. Undan so'ng siz buni ko'rishingiz mumkin. Ko'rdingiz, hech narsa ko'rinmayapti. Lekin bunda atrofida to'rt burchak narsa bor. O'yinchi zombini o'ldirib tashlamash uchun bolta oldi. Zombini o'ldirdi. Hamda zombining go'shi atrofida boyagi narsaga o'xshash narsani ko'rishingiz mumkin. Bu safar ham qo'rqdingiz-a? Tan oling. Xayr.